Assalomu alaykum qo'shni. Va alaykum assalom. Qanday? Yaxshi bo'ldi, o'xshaydi. Ne biron tug'an kunimi? Yo'q, tug'an kun yo'q. Xudo to'sos bu. Bolalar jash qo'yaqda xudo. Ikkinchisini olasiz. Jo'ni o'qib qoladi. Andan ne sen tixa mirna qiladi-ku. Ne buncha sharlar delib? Ha, sharga u. Ertang o'raza aytqo. O'shaga uy buloga bolalarga kishnamda bayramlik ma'nay tartulab berayin. Hem tinchalik o'tkazuvchilik qo deganda. Endi o'sha kungacha tinch o'tkazib yuribmiz-da, qarab ko'rsak. Bizga tegishesi yo'q bayramlarni sha'an shavkat menen salyutlar atib, restoranlarda o'tkazib, chiniqi musulmonlarning bayramini jo'nakoy qilib bayramda o'tkazib qo'yganmiz. O'zi musulmonlarning ikkita cho'ng bayrami bor ekan. Qurbon hayit bilan Navro'z hayit. O'sha bayramni bundan nari yosh bolalarning esida qala turgan qilib sha'an shavkat menen yaxshi ma'no bilan o'tkazaylik. Keling. Çayga gelin. Yosh bolalarga aytdi qilib chayga keling, ha? Aytınız marik.